Bismillahirrohmanirrohim. Yo Robbim, o'zing buyukdirsan. Mana shu bergan hayotingda menga shunday bir mu'mina muslima yor ato etginki, yuzi ko'zi hattoki qalbi bilan ham xiyonat nimaligini bilmaydigan, ota-onamga xush muomalada bo'ladigan, chiroyli muomalada bo'ladigan, hamisha ota-onamning xizmatida bo'ladigan, menga ham xush muomalada bo'ladigan, chiroyli muomalada bo'ladigan, aytgan o'gitlarimni so'zsiz bajaradigan bir mu'mina muslima yor ato etgin. Yo Robbim, o'zing buyukdirsan, o'zing buyukdirsan yo Robbim. Sendan boshqa amalga oshirguvchi zot yo'q. Shu mushkulamni o'zing amalga oshirgan. Mana shu bergan hayotingda go'zal oila qurib, ibodatlarda mustaqim bo'lib, namozlarda mustaqim bo'lib, sarvari koinotimizning yo'llaridan yurib, oxiratda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning qarshisida yuzlarimiz yorug' holatda turishimizga va u zotning muborak kaftlaridan Kavsar suvlarini ichmoqligimizni yo Robbim o'zing nasib ro'zaylagin. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Yo Robbim, o'zing buyukdirsan. Mana shu bergan hayotingda menga shunday bir mu'mina muslima yor ato etginki, yuzi ko'zi hattoki qalbi bilan ham xiyonat nimaligini bilmaydigan, ota-onamga xush muomalada bo'ladigan, chiroyli muomalada bo'ladigan, hamisha ota-onamning xizmatida bo'ladigan, menga ham xush muomalada bo'ladigan, chiroyli muomalada bo'ladigan, aytgan o'gitlarimni so'zsiz bajaradigan bir mu'mina muslima yor ato etgin. Yo Robbim, o'zing buyukdirsan, o'zing buyukdirsan yo Robbim. Sendan boshqa amalga oshirguvchi zot yo'q. Shu mushkulamni o'zing amalga oshirgan. Mana shu bergan hayotingda go'zal oila qurib, ibodatlarda mustaqim bo'lib, namozlarda mustaqim bo'lib, sarvari koinotimizning yo'llaridan yurib, oxiratda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning qarshisida yuzlarimiz yorug' holatda turishimizga va u zotning muborak kaftlaridan Kavsar suvlarini ichmoqligimizni yo Robbim o'zing nasib ro'zaylagin. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Yo Robbim, o'zing buyukdirsan. Mana shu bergan hayotingda menga shunday bir mu'mina muslima yor ato etginki, yuzi ko'zi hattoki qalbi bilan ham xiyonat nimaligini bilmaydigan, ota-onamga xush muomalada bo'ladigan, chiroyli muomalada bo'ladigan, hamisha ota-onamning xizmatida bo'ladigan, menga ham xush muomalada bo'ladigan, chiroyli muomalada bo'ladigan, aytgan o'gitlarimni so'zsiz bajaradigan bir mu'mina muslima yor ato etgin. Yo Robbim, o'zing buyukdirsan, o'zing buyukdirsan yo Robbim. Sendan boshqa amalga oshirguvchi zot yo'q. Shu mushkulamni o'zing amalga oshirgan. Mana shu bergan hayotingda go'zal oila qurib, ibodatlarda mustaqim bo'lib, namozlarda mustaqim bo'lib, sarvar